Bugungi kundagi menga murojaat qiladigan bemorlarning asosiy qismi qandli diabet ikkinchi tip kasalligi bilan. Yana bu kasallikni asoratlari, o'tkazib yuborgan turlari bilan murojaat qilishadi. Nima uchun? Chunki bu kasallik uzoq yillar yashirin holatda kechadi. Ertalabki qand miqdorining ko'tarilishi kasallikning ilk belgisi emas. Bu paytda kasallikka 5-6 yil o'tgan bo'ladi. Asoratlar bu infarkt, insult, ko'zdagi o'zgarishlar, tovondagi bitmaydigan yaralar, og'ir yurak yetishmovchiliklari demak. Aslida bu kasallik shunaqa xavfli kasallikmi? Yo'q, albatta. Qandli diabet ikkinchi tip kasalligi erta aniqlanganda va shifokor tavsiyasi bilan to'g'ri davolanganda 100% to'liq tuzaladigan kasallik hisoblanadi. Agar siz 30 yoshdan oshgan va sizda ortiqcha tana vazni bo'lsa, bundan tashqari noto'g'ri ovqat rejimi, noto'g'ri hayot tarzi, buzilgan uyqu rejimi bo'ladigan bo'lsa, albatta qandli diabet uchun check-up tekshiruvidan o'ting. Bunda siz ushbu kasallikni erta aniqlash va to'liq tuzalib sog'lom hayot kechirishga erishasiz.